akam hali videomizga mutaxassis sifatida fikrini qoldiribdi. Hali Lacetti Below chachilib ketgan, svarka qilib tayyorlab yurgizib qo'yuvdik. Mutaxassis sifatida endi sotib olishga bo'laveradi. Lekin uzoq vaqt haydagani bo'lmaydi va yorug'i ishlamaydi deb. Nima sotib olishga uni olgan inson cho'qqa tushish kerakmi? Nima u boy odam olmaydi uni ham sizga yo bizga o'xshagan o'rta hol odam oladi. Bizda keyin bunday sotib olamiz mashinani, uyga olib borib garajga olib kirib qo'yamiz. Yo tinimsiz Toshkent Rossiya qatnaydimi? Ish sifati bir xilda qilinadi. Sotib olasizmi? Sotib olsangiz aka eplab ish qilamiz deyilmaydi bizda akalar. Shuni to'g'ri tushunib olinglar. Endi mutaxassis nima, siz qanaqa svarshiysiz, qanaqa mutaxassisligingiz bor menga qorong'i. Siz so'rta qiladigan svarshiy bo'lishingiz mumkin, barel qiladigan svarshiy bo'lishingiz mumkin. Yana nima? Haligi qozonlarda, chaygunlarda yamaydigan svarshiy bo'lishingiz mumkin-da. Siz galopkachi emassiz-da, tushunyapsizmi? Bilov ishlaydigan shlipovshi emassiz aka. O'zingizni uruvingiz bilan boshqa hunarmandni uruvinini teng qilmang aka. İnsoniylik bo'yicha tengmiz. Hunarimizda aka ot bilan itchalik farqimiz bor aka. Shuni sizdan chiqarmang. U svarshiy degani hamma yo'lda svarka qilaveraman degani emas. Boshqa tema u, bizning ish boshqa tema. U so'rta svarka qila olmayman men. Lekin so'rtani svarka qiladigan professionallar bor aka. U siz svarshiy bo'lsangiz, sizda o'xshamagan bo'lsa, hamma svarshiyga o'xshamaydi degani emas. Ozgina hali nimaga berilib ketdim, o'qib turib kommentarni. Shu meni fikrim. Men qilgan motor avtorasot qilsa, Pony respublikada hamma motorist qilgan motor avtoli degani emas u bu. Shu sal o'ylabroq yozinglar iltimos akalar.